Jinoyat hududi. Kirish man etiladi. Hisobotda yozilishicha, bosqinchilarda o'q otar qurol bo'lmagan. Oyoq kiyim haqida ham gap yo'q. Lom yordamida derazani buzishgan. Buni deyarli iloji yo'q. Bet kirib qolgach, cho'chib ketishgan. Uni go'zalligini qarang. Yaramaslar ko'ngillarga kelgan ishni qilishadi. So'ng non kesadigan pichoq yordamida Betni o'ldirishadi. Giyohvandlar arzimagan buyum va sumkadagi chaqa uchun shunday qilishgan bo'lishi mumkin. Bunaqasi tez-tez bo'lib turadi. Ammo yopishmayotgan joylari bor. Betni qonida tiapental natriy topilgan. Bu dorini go'yoki psixiatr balandlikdan qo'rqish xastaligiga qarshi buyurganmish. Bo'lishi mumkin emas. Balandlikdan qo'rqish. Qanaqasiga? Bu haqiqiy professionalning ishi. Balki tiapental natriy qo'rquvga davodir, ammo bilishimcha, haqiqatni gapirtiruvchi dori hamdir. Bet bulbuldek sayray boshlagan. Keyin esa ukol joylarini berkitish uchun pichoqlashgan. Shundan so'ng aka-ukalarning DNKlari tarqatib chiqilgan. Mik va Mak shunday uslubda ishlashadi. Yaramaslar.